Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, qadrli yurtdoshlar. Mana biz bugun qo'ziqorin yetishtiruvchi akamizni oldiga yetib kelganmiz. Ya'ni bu men. Qo'ziqorinlarimiz mana sekin-asta o'smoqda. Mana ko'rishingiz mumkin. Hosillarimiz yaxshi. Kimda vishinkaga ehtiyoj bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz. Nomerlarimizga telefon qilib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Zakaz asosida Andijonda yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Bozorda 50 ming so'm sotishyapti. Biz 40 ming so'mdan kilosini bera olamiz. Va yetkazib berish xizmati Andijonda. Yetkazib berish xizmati ichida. Agar ko'proq olsangiz, agar kamroq olsangiz, dastlabki qilib yuboramiz, yo'l kirasini berib olib qolishingiz mumkin. Agar kimda-kim mana shu qo'ziqorinlarni yetishtirishga qiziqsa va o'rganishni xohlasa, shogirdlikka ham olamiz. Keyinchalik boshlashiga va davom ettirishiga ham qo'ldan kelgancha yordam beramiz.